dori allergiyasi. Yarimtagina aspirin bilan reanimatsiyaga tushib qolgan holatlar ham bo'ladi. Aks ta'sirlari? Aspirinning allergiyasi bor, chunki o'sha aspirin moddasiga o'sha bemorni organizmda sezuvchanligi yuqori. Organizmga har doim ham birinchi marta tushgan narsa organizmda allergiya paydo qilmaydi. Organizm uni oldin tanib olish kerak-da. Tanib olgandan keyin mana shu modda tushsa biz ishga kirishamiz deb tayyor turadi-da. Hujumga tayyor. Ikkinchi, uchinchilarida yoki 4-chi, 5-chilarida ham allergiya berib yuborishi mumkin. Endi boshida bo'lgan allergik reaksiyalar yengilroq o'tishi mumkin. Masalan, oldin yarimta aspirin ichdi-da, ozgina qichishib qoldi, toshma-tosh. Yana ichdi o'sha aspirinni. Endi yo'tal, nafas qisish bilan bo'ldi. Uchinchisida undan ham og'irroq holatda bo'lishi mumkin. Shuning uchun bemorlarga aytamizda, qaysi doridan allergiyangiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha dorining ximiyaviy nomigacha bilib oling-da. Hozir targoviy nazvaniya ko'p. Sotuvdagi nomi ko'p-da, tarkibi bitta narsa. O'shani bilmasdan ichib qo'ysa, yana og'ir holatga tushib qolishi ham mumkin.